Sizlar to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda Omon dasturini tomosha qilyapsiz va Omonning eng kayfiyatli nuqtasiga yetib keldik. Chunki muxlislarimizga hadyalarni ulashish, omadli muxlisimizni aniqlash arafasidamiz. Demak, qadrli do'stlar, biz e'lon qilgan mega aksiyamizni kun g'olibini aniqlashga biz kirishamiz va bu o'rinda yana bir bora eslatib o'tamiz. Ushbu aksiyada ishtirok etish shartlarini, demak, Promo Bank botda siz bemalol bizni telekanalimizni 16:00 dan 18:30 ga qadar kuzatib, u yerdagi mana shu vaqt oralig'idagi sirli 4 xonali raqamni ushbu Promo botdan, Promo Bank botdan ro'yxatdan o'tkazasiz va ballar egasiga aylanasiz. E'tibor berasiz. 1 daqiqa vaqt ichida ushbu ekranlaringizda namoyish bo'lgan kodni kirgizish kerak bo'ladi va nafaqat bunday holatlar bilan ball ishlashingiz mumkin, balki do'stlar bilan ulashgan holda ham siz 3 ball egasiga aylanishingiz mumkin. Demak, 24-noyabrdan 26-dekabrgacha soat 16:00 dan 18:30 gacha bo'lgan oralig'ida sirli raqamlar ketma-ketligini sizdan kutamiz. Ularning soni qancha ko'p bo'lsa, siz qancha muntazam va har kuni bu ishni qilsangiz, ballingiz shuncha ko'p bo'ladi va tasodifiy aniqlash tizimida sizni raqamingiz kelib chiqishi mumkin. Keling, mana shu jarayonni guvohiga aylanamiz. Bugun kimning omadi kulib boqqanini hozir aniqlab olamiz. E'tiboringizni demak monitorga qaratishingiz kerak. Tasodifiy raqamlar generatoriga murojaat qilamiz va omadli bo'lgan Mening yurtim telekanalini tomoshabinni birgalikda aniqlab olamiz. 3, 2, 1, ketdik. Ana boshladik. Marhamat. Kod aniq bo'ldi. 99 kodi orqali. 69 58 69-57 demoqchi edim, qarasam 8 ga yana bitta o'zgardi. Oxirgi lahzalarda biz ushbu g'olibimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bizga yo'llagan ushbu raqam abonent egasini ma'lumotlarini hozir bizni operatorlarimiz darhol topib bizga telefonlarimizga yo'llashadi. Ungacha esa yana bir kerakli bo'lgan xabarni yetkazib qo'ymoqchi edim, Ruslanbek. Bugungi kunda har xil holatlar bo'lyapti, aldanib qolish holatlari ham bo'lyapti yoki uni aksi, ishonmaslik holatlari yoki aksi. Ha, biz g'oliblarimizga yagona bitta raqamdan qo'ng'iroq qilamiz. 87 kodi bilan 779 89 89 raqamidan biz g'oliblarimizga qo'ng'iroq qilamiz. Boshqa raqamlardan qo'ng'iroq bo'lsa sizga ishonmang. Ayniqsa shaxsiy ma'lumotlaringizni hech kimga taqdim etmang. Ishonchingiz uchun biz ushbu video lavhani jonli efirda sizga Omon dasturi orqali namoyish etamiz va shu bilan birgalikda Instagram sahifamizda ham aynan mana shu videoni joylashimiz mumkin bo'ladi. Demak, 6958 raqami balki bizni intizor bo'lib kutib o'tirgandir. Chunki biz har holda jonli efirda e'lon qilib qo'ydik, "Meni raqamim-ku, ha men ro'yxatdan o'tgandim, ha men raqamlarni yuborgandim" deyotgan bo'lsangiz, hozir sizga qo'ng'iroq qilish arafasidamiz. Chunki ma'lumotlar yuborildi. Keldi. Tolipov Farhod ismli bizni omadli teletomoshabinimiz hozir televizor bilan taqdirlandilar. Biz ularni chin yurakdan tabriklaymiz va hudud Namangan, ballari esa 26 ball ekan. Tabriklaymiz. Demak, bu ballarni yanada o'stirib borishingiz mumkin. Uning uchun esa siz bajargan ishingizni, qonun qoidalarini muntazam davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Hozir esa bizga taqdim etilgan ma'lumotlarga asoslangan holda Farhod akaga Namanganga qo'ng'iroqni amalga oshirish arafasidamiz. Agar bizni ko'rayotgan bo'lsangiz diqqat qiling, biz sizga qo'ng'iroq qilyapmiz. Xo'p, 81-32 raqamidan kimdir tinmay qo'ng'iroq qilyapti. Biz raqamni e'lon qilganimizdan keyin jonli efirda iltimos hozircha xalaqit bermay turing. Biz g'olibimizga qo'ng'iroq qilib olaylik. Ana undan keyin savollaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin. Bundan tashqari do'stlar, siz nafaqat televizor, balki hafta davomidagi to'plam sovg'alarga ham, ya'ni texnikalar to'plamiga ham ega bo'lishingiz mumkin. Bundan tashqari eng katta yutug'imiz bu 50 million so'm pul mukofoti. Haqiqiy pullar hozirdan stolimizni ustiga qo'yib qo'yganmiz va bu sanoqli kunlardan keyin sizniki bo'lishi mumkin, hurmatli teletomoshabin. Uning uchun esa kerakli ballarni o'z vaqtida to'plab borishingiz kerak va ma'lumotlar ichida bizda zaxira raqam ham qoldirilgan bo'ladi. Agarda bog'lana olmagan bo'lsangiz, Bahodir, ikkinchi raqamga qo'ng'iroq qilyapman. Bog'lana olmadim chunki ikkinchi yo'nalishga javob berayotgan ekanlar. Boshqa yo'nalishga, aniqrog'i ikkinchi liniyaga tushdim. Lekin televizor turganda hozircha qo'yib turing endi ikkinchi liniyani. Biz kutyapmiz.
Tolipov chaqiruv guvohlari. Farhod aka, diqqat qilasiz. Yo? Ha, ikkinchi telefonni bandla-ku ular. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Onajon, salomatmisiz? Xudoga shukr, yaxshiman. Tolipov Farhodbek sizga kim bo'ladilar? Mening bo'laman. O'g'lingiz bo'ladilar. Onajon, biz sizni Meni yurtim telekanali Omon dasturini jonli efirdan bezovta qilyapmiz. O'g'lingiz biz tomonidan e'lon qilingan maxsus mega aksiyada ishtirok etgan ekanlar. Hozir siz jonli efirdasiz va ular sizga va sizni oila a'zolaringizga mazza qilib vaqtlarini o'tkazishlari uchun televizor yutib olyaptilar va biz ularni chin yurakdan tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Tabriklaymiz onajon. Ushbu xushxabarni ularga ham yetkazib qo'yasiz. Biz hozir jonli efirimizdan keyin ularning raqamlarini xodimlarimizga beramiz va albatta siz bilan yana ular bog'lanishadi. Hop, rahmat. Tabriklaymiz, salomat bo'ling. O'zi yana bir raqam deyilganda shubhasiz onalarimizning raqamlarini qoldirsak kerak va Farhod akaning onalari ham ayni fursat juda ham xursand bo'lganliklarini ovozlaridan his qilib turibmiz va hamkasblarimiz ular bilan albatta takror bog'lanishadi va Farhod aka ikkinchi telefonda suhbat qurayotganliklari bois umid qilamizki yaqinlar ularga bu xushxabarni yetkazishadi. Muborak bo'lsin, quvonchingizni sherikmiz. Demak, ushbu mega aksiyani maxsus rolikini birgalikda tomosha qilamiz va biz studiyamizga yo'l olamiz. Ketdik. My5 ni ko'ring, 50 millionni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ling. Mening yurtim telekanali omadli tomoshabinlarni aniqlaydi. Mega aksiyamizni boshlaymiz. Unda ishtirok etib har kuni televizor va pul yutuqlari, har hafta maishiy texnikalar to'plamlarini qo'lga kiritishingiz mumkin. Bosh sovrin esa 50 million so'm. Ishtirok etish mutlaqo bepul. 24 noyabrdan 26 dekabrgacha har kuni soat 16:00 dan 18:30 gacha. Sirli raqamlarni elektron pochta belgisi Promobank botga yuboring. G'oliblar har kuni jonli efirda Omon dasturida aniqlanadi. Aksiyada qatnashish uchun ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tgan ishtirokchilarga 10CV platformasidan 30 kun davomida bepul foydalanish uchun vaucher taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, aksiyada 18 yoshga to'lgan yurtdoshlarimiz qatnasha oladilar.